Assalomu alaykum hammaga. Quyonimiz bugun hovliga chiqibdi. Odamdan qo'rqmaydi. Gazonlarni yeyishga o'tib qopti quyonimiz o'zi. Shu ishlarni bekor qilyapti-da. Quyon nomi bilan quyon. Ana, gazonni dabdarasini chiqaryapti. Hozir nima qilganini ko'rsataman. Gazonni ochib tashlaydi mana. Shu ishini bekor qilyapti. Erkak quyonimiz bo'ladi. Buni qo'yib yuborib boqyapmiz. Yaxshi semiradi. O'rganib qoldi. Kimdirlargadir qo'yib yuborib boqsa bo'lmaydi, chunki tashqariga chiqmagan quyon tashqariga chiqib mumkin emas bo'lgan narsani yeb, qorni og'rib, yo o'lib qoladi, yo o'lishigacha bormay kimdirlarda so'yvoradi. Lekin bu quyonimiz istemasa, Allohning o'zi unaqa narsadan saqlasin. Ko'chaga chiqib o'rganib qolgan. Kichkinaligidan shu hovlida yeb yurib, narsalardan terib yurgan. Hozir ancha katta bo'lib qolgan. Videoda svet fonarni yoqib videoga olayotganim sababli quyonimiz tiniq ko'rinmayapti. Degan chiroyli burgund erkak quyonimiz bo'ladi bu. Bolaligidan katta qildi shu quyonni, kichkinaligidan kelib. Hali ham bola, endi necha oylik? 6-7 oylik bo'lib qoldi shu quyonimiz. 2 oylik paytida olib keldim. Shu paytgacha boqdim. Yana dalish boqamiz. Hali bundan ko'p zotlar olamiz. Kanalimga kirsanglar, shu quyonimiz haqida, buni kichkinaligidan katta qilganim, noldan olgan hamma videolarim, quyon boqishni noldan boshlagan haqida hamma videolarim bor. Kanalimizga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Videoga bitta like bosib, obunachilarni bosib qo'yinglar. Bundan ham qiziqroq videolar chiqarib borishda davom etamiz. Hoppa.